ilmiy kengash a'zolari, rahbarlar va ishtirokchilar. Bugunda eng dolzarb bo'lgan mavzuni ko'tarmoqchiman. Davlat byudjetidan samarali foydalanish orqali iqtisodiy komplekslarni rivojlantirish. Obyektni o'zi katta hisoblanadi, ya'ni davlat byudjeti va iqtisodiy kompleks. Ikkita katta obyektni o'rganayotganda birinchi dolzarblikni aynan ta'kidlab o'tishimiz kerak. Bu prezidentimiz tomonidan Oliy Majlisda yo'naltirilgan xabarlarda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va inflyatsiyani jilovlash iqtisodiy islohotlar jarayonida bosh vazifamiz deb ta'kidlab o'tganlar. Bunda ayniqsa ta'kidlab o'tilganki, davlat byudjetini monitoring tizimini boshqarish va ularni takomillashtirish. O'zbekiston 2030 strategiyasini 6 ta bosqich bilan bog'laydigan bo'lsak, birinchisi davlat moliyasini barqarorlashtirish va samarali boshqarish yo'lga qo'yish. Dissertatsiyaga bog'liqlik jihati esa byudjet mablag'laridan samarali foydalanish mexanizmini ishlab chiqish. Ikkinchisi raqamli iqtisodiyot va elektron boshqaruvni rivojlantirish. Byudjet boshqaruvda raqamli texnologiyalar va monitoring tizimini joriy etish. To'rtinchisi hududlarni tengligini ta'minlash. Bilamiz, mahalliy byudjetlar hozirda profitsitda emas, defitsitda yotibdi. Byudjet qismi transferlar orqali balanslashtiriladi. Byudjet va hududiy taqsimotda iqtisodiy ijtimoiy jihatdan baholab chiqganmiz. Ijtimoiy himoya va inson kapitalini kuchaytirish. Ya'ni inson kapitaliga bugun juda katta e'tibor berilmoqda. Byudjet xarajatlari orqali ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya sektorlarini qo'llab-quvvatlash bugungi strategiyada qo'yilgan maqsadlar hisoblanadi. Ekologiyani barqarorlashtirish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirish so'nggi maqsad sifatida ko'rilgan. Bunda tadqiqotning asosiy maqsadi davlat byudjeti mablag'laridan samarali foydalanish orqali iqtisodiy komplekslarni barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. Qiluvchi ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish. Tadqiqotning obyektiga keladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetining tizimi bo'ladi. Bu orqali moliyalashtiriladigan iqtisodiy komplekslar. Bularga davlat byudjeti, sektorlar, vazirliklar, agentliklar, qo'mitalar kiradi. Tadqiqotimning predmeti davlat byudjetidan mablag'lardan samarali foydalanish mexanizmlar orqali komplekslarni ta'siri takomillashtirish yo'llari hisoblanadi. Keyingisiga o'tadi. Bu o'rinda 5 ta vazifa o'zimga yuklab qo'yganman. Davlat byudjeti boshqaruvining nazariy asoslarini tahlil qilib chiqaman birinchi. Ikkinchisi, jahon tajribasida byudjet mablag'laridan foydalanish strategiyasini o'rganib chiqaman. Ya'ni AQSh, Janubiy Koreya, Shveysariya misollarida ko'rib chiqaman. Uchinchi maqsadimiz esa O'zbekiston davlat byudjeti tizimining amaliy holatini tahlil qilib chiqaman. Bilamiz, byudjetimizning o'zi, davlat byudjetining o'zi ham defitsitda hisoblanadi. Qo'shimcha mablag'larning evaziga, monetar siyosatning evaziga o'zini stabillashtirib, balansga keltiryapti. Iqtisodiyot komplekslarining byudjet ta'siriga rivojlanish ko'rsatkichlarini baholash. Baholash ko'rsatkichlarini ishlab chiqqanmiz. Quyidagi prezentatsiyada keltiramiz. Va oxirgi maqsadimiz davlat byudjetidan samarali foydalanib, taklif va tavsiyalar ishlab chiqish hisoblanadi. Birinchi nazariy asoslariga o'tadigan bo'lsak, 4 ta yondashuv bor. Klassik, genish yondashuv, monetarizm, zamonaviy fiskal yondashuv. Biz hozirda zamonaviy fiskal yondashuvdan keng ko'lamda foydalanyapmiz. Chunki biz klassik nazariyada ko'rgan bo'lsak, bozor muvozanatiga ishonch bo'ladi, davlat aralashuvi minimal bo'ladi. Ya'ni davlat aralashmasligi kerak iqtisodiyotga degan narsa ko'zda tutiladi. Genish yondashuvda davlat xarajatlari iqtisodiy faollikni oshiradi. Ya'ni davlat qancha aralashsa agar biz iqtisodiy shuncha faol bo'lamiz va rivojlanishga olib kelamiz degan nazariya yuritgan. Monetarizmda esa byudjetning muvozanati inflyatsiyaga ehtiyot bo'lish, ya'ni Friedmanda ko'rsatilgan inflyatsiya orqali pasaytirish orqali biz iqtisodiy o'sishga erishamiz. Zamonaviy fiskal yondashuvlarga esa natijaga yo'naltirilgan, ya'ni KPI orqali, Key Performance Index deyilib, raqamlashtirish va shaffoflikka asoslangan. Bunga yaqqol misol, amaliy misol sifatida davlat open budjetni misol keltirishimiz mumkin. Keyin jahon tajribasida Germaniya, Shvetsiya, Janubiy Koreya, AQSh, Fransiyani o'rganib chiqdik. Asosiy strategiyasi Germaniyada programming budgeting yondashuvi, ya'ni programmalashtirilgan byudjetlashtirish. Buning har bitta ko'rsatkichi KPI orqali belgilanadi. Vazirlik, qo'mita, agentlik o'ziga oldiga qo'ygan maqsadga erishsa agar, unga refinansирование, ya'ni qayta moliyalashtirish bo'ladi. Shvetsiyada gender byudjeti, ijtimoiy tenglik rag'batlantiruvchi strategiya qo'llaniladi. Xususiyatlari har bir xarajatlarning ijtimoiy ta'siri tahlil qilinadi. Keyingi ko'rsatkichlarimda xuddi shu ijtimoiy ko'rsatkichlarni keltirib o'taman. Janubiy Koreyada esa smart budget, raqamli monitoring tizimlaridan foydalaniladi. Ya'ni har bir ketgan davlat byudjetining mablag'lari elektron tarzda boshqariladi. Bunda eng afzal jihati raqamli pullardan 90-95% Koreya aholisi foydalanadi.
biz bilamiz Koreya, Xitoy, Yaponiyada hozir qog'oz pullardan voz kechish yoshlar orasida keng tarqalgan. ISD orqali Internet Communication Technology orqali real vaqtda byudjetni ijrosini ta'minlab turadi. Keyingisi AQShda performance based budgeting deydi. Ya'ni xarajatlar natijasida moliyalashtirishda qancha biz naflilik olamiz. Agar naf keltirilayotgan bo'lsa shu strategiyada biz qayta shuni moliyalashtirib ko'proq natijaga erishamiz. Fransiya misolida esa orient budgeting hisoblanadi. Uzoq muddatli maqsadlar bilan birga tarmoqlarni rejalashtirish. SDG Sustainable Development Goals bilan bog'lashgan bu budjetni Fransiyada o'zi. Keyingi qismiga o'tadigan bo'lsak, bizning hozirgi byudjet tahlilimizda esa yalpi ichki mahsulot, amortizatsion jamg'armalar bo'lsa, ishchilar maoshi, tadbirkorlik foydasi, rentasi, tadbirkorlik barcha subyektlardan yig'iladigan soliq tushumlari davlat byudjetining daromadlarini tashkil etadi. Bularda soliqlar, yig'imlar, bojlar, zayomlar hisoblanadi. Ya'ni biz bilamiz, asosiy qismda ham bilvosita soliqlar yotadi, ya'ni NDS qo'shilgan qiymat solig'i va aksiz solig'i to'g'ridan-to'g'ri iste'molchiga ta'sir etuvchi soliqlardan, egri soliqlardan keladi. Davlat byudjetining daromadlari shakllangandan keyin davlat byudjetining xarajatlar qismi shakllanadi. Nimada? Ijtimoiy ma'naviy sohada, madaniy sohalarda ijtimoiy yordam, iqtisodiy davlatning investitsiyasi va davlat boshqaruvi, mudofaa xavfsizliklaridan iborat bo'ladi. Lekin bularning bitta kamchiligi bor hozirgi tizimda. Bularni nazorati pul elektronniy shotlardan yurmaganligi uchun va yurgan taqdirda ham qo'shimcha shot fakturalarning yoki olinayotgan shartnomalarning qiymati o'zgarganligi uchun qayta taqsimlanadi. Mahalllar nimasida va maqsadli jamg'armalar bor. Hozirda 22 ta dona tashkil etadi. Keyingi qismda o'tsak, ko'rsatkichlarni tahlil qilganimizda byudjetning daromadlari quyidagi prognozlar keldi. 24-tahlil qilingan. Bunda bilamiz 130 trillion, 150 trillion, 180, 220 va 251 trillion mablag'lar shakllantirilgan. Ularning xarajatlar qismi esa proporsional kattarib bormoqda. Lekin bizda byudjet taqchilligi, shundan tashqari ham byudjet taqchilligi yuzaga kelmoqda. Nima? Uning asosiy muammosi esa taqchillik nimani evaziga vujudga kelyapti. Uni pul oqimlarini yaxshi boshqara olmayotganimizdan vujudga kelyapti. Bunun uchun bir nechta takliflar ishlab chiqamiz. Keyingisi daromadlar va xarajatlarni prognozlash usuli. Birinchisi ekspertlar prognozi, vaqt qatorlar prognozi, deterministik prognoz, iqtisodiy prognozlarni qo'llashni taklif qilganmiz. Davlat byudjetining rivojlanishi esa iqtisodiy komplekslarni rivojlanishiga olib keladi. Ya'ni soliqlarning foiz stavkalarini tushishiga olib keladi. Davlat tadbirkorlar rivojlangandan keyin soliq bazasini kattarishiga olib keladi. Ya'ni оборотning kattarishi davlat byudjetining kattarishiga olib keladi. Keyingisi. Ilmiy yangiliklarga o'tadigan bo'lsak, iqtisodiy komplekslarni rivojiga byudjet xarajatlarining bevosita ta'siri kompleks baholanadi. Kompleks baholab chiqqanmiz. Keyingi slaydlarimizda keltirilgan. Birinchi o'qib O'zbekiston misolida sektorlar hududlar misolida byudjet taqsimoti tahlil qilindi. Ya'ni 2012-yildan 2024-yilgacha sektorlar miqyosida Iqtisodiyot va Moliya vazirligidan ma'lumotlar olingan. Ularning xarajatlar va daromadlar qismi dissertatsiyamizning ilova qismida keltirib o'tilgan. Byudjet xarajatlarining samaradorligini baholash uchun yangi ko'rsatkichlar taklif qilganmiz. Yangilik sifatida iqtisodiy komplekslarni strategik byudjetlashtirish modelini taklif qilganmiz. Ikkita asosiy qismdan iborat bo'ladi. Biz bilamiz, ko'rsatkichlar byudjet xarajatlari o'sish sur'ati 18.2 bo'lsa, ularning investitsion tarmoqlari sanoat, transport va ijtimoiy soha hisoblanadi. Ularning investitsiya qilishi esa raqobatlashtirish ko'rsatkichini 12% ga o'zgartirilgan. Hozirda bilamiz, indekslarni rivojlantirish qo'shimcha investitsiyalarni jalb qilish mumkin. Hududlarda ajratma farqi 25% ga to'g'ri keladi. Ya'ni biz bilamizki, Toshkent shahari juda tez rivojlanib bormoqda, qolgan viloyatlarga nisbatan. Qolgan viloyatlar va qolgan viloyatlar esa dotatsiya hisobini evaziga rivojlanmoqda. Infratuzilmaviy loyihalarga keladigan bo'lsak, 150 dan ziyod infratuzilmaviy loyihalar 2024-yilning o'zida davlat byudjeti doirasida moliyalashtirilmoqda. Keyingisi
ijtimoiy sohaga davlat byudjetining 48-52% xarajatlari to'g'ri kelyapti. Sanoat infratuzilmasi uchun esa 28-30%, IT infratuzilmasi esa so'nggi yillarda o'zini barqaror rivojlantirib bormoqda. Kam minimal xarajat, maksimal foyda olib kelinmoqda. Keyingi qismi bu ko'rishimiz mumkin. Iqtisodiy tasnif bo'yicha ish haqiga qancha начисление, общий davlat byudjeti qancha xarajat qilyapti. Stipendiyalarga bunda ko'rishimiz mumkin. Eng katta nima qismi ish haqiga to'g'ri kelyapti. Ya'ni davlat byudjetining tashkilotlarining ularning ish haqqisi infratuzilmaviy rivojlantirishdan ko'ra ko'proq xarajatni talab qilmoqda. Bu o'zidan o'zi aks ettiradiki, salohiyatimizni nafaqat davlat byudjetini xarajatlarni qisqartirishga yo'naltirishimiz kerak, balki daromadlarni ko'paytirishga aksincha yo'naltirishimiz kerak degan narsani yo'naltiradi. Keyingi qismida esa O'zbekiston Respublikasining byudjetining daromadlar qismi ko'rsatilgan. 24-yilning 9 oyligi aynan keltirib o'tilgan. Nima uchun? Hozirda yana rashodlar olib borilmoqda. 24-25-yilning oxirida byudjetning daromadlari qo'shimcha daromadlar shakllanishi mumkin. Shunda 24-yil 9 oylik ma'lumotni berishdi vazirlik o'zidan. Keyingisi biz quyidagicha 4 ta ko'rsatkich ishlab chiqdik. Birinchisi IFSK, infratuzilmaning foydalanish samaradorligi koeffitsiyenti. Ya'ni davlat byudjeti qaysidir infratuzilmaga mablag' ajratyaptimi, undan qancha naf kelyapti o'lchab olishi kerak. Ikkinchisi raqobatbardoshlik natija tahlili. Sanoat tarmoqlarini rivojlantirishga ajratilgan byudjetlarning mablag'lari eksport o'sishiga qancha ta'sir o'tkazyapti. Ya'ni biz beryapmiz sanoat pulini davlat byudjeti mablag'idan, u bizga qancha naf olib keladi ertaga? Eksportimizni rivojlantiradimi, yo'qmi degan savollarni o'rtaga qo'yishimiz kerak. Va BN ko'rsatkichi, byudjetning ijtimoiy e'tiborli natijadorlik indeksini ishlab chiqdik. Ijtimoiy soha, sog'liqni saqlash, ta'limda ajratilgan pullar bilamiz, ulardan naf kelmaydi. Qanday naf kelishi mumkin? Ijtimoiy naf kelishi mumkin. Ya'ni kadrlar rivojlanadi, qo'shimcha daromadlar shakllanishi mumkin va xarajatlar ta'siri skori o'rganib chiqildi. Har 1 milliard so'm byudjetdan xarajat evaziga hosil bo'ladigan iqtisodiy va ijtimoiy natijalar nimani tashkil topadi. Quyidagi pastga o'tadigan bo'lsak, quyidagi formulalar esa IFSK foydalanish darajasi, ya'ni bizda o'quvchilar soni bor, bemorlar soni bor, avtomobil oqimi, ya'ni 4 obyekt turini baholab olamiz. Birinchisi maktab binosi, poliklinika, yo'l infratuzilma, IT markazlarni baholab olamiz. Ya'ni foydalanishda real yuklamamiz qancha bo'lyapti? Loyihaviy quvvat bo'yicha bizda qanday davlat byudjetiga loyihaviy quvvat berilgan? Misol uchun davlat byudjetiga 500 ta o'quvchini ta'minlab beramiz deyishgan bo'lsa, real ko'rsatkichda esa 100 tasini ta'minlab beryapti. Ijtimoiy iqtisodiy foyda ko'rsatkichi, biz undan qancha foyda ko'ryapmiz? Ajratilgan mablag' byudjetga bo'ladigan bo'lsa, biz ko'rsatkichni olamiz. 0 va 1 oralig'ida ko'rsatkichni olamiz. Agar 0 bilan 0.2 orasida bo'lsa, agar u ko'rsatkich, u loyihadan bizda naf yo'q. Uni moliyalashtirilmasligi kerak. 0.2 dan 0.5 gacha bo'lsa, o'rta darajada bo'ladi. 0.5 dan 1 gacha bo'lsa, u loyihani zudlik bilan moliyalashtirish kerak bo'ladi. Keyingisi RMT ko'rsatkichi, raqobatbardoshlik natijasi tahlili. Tarmoqdagi eksportni bilamiz. Tarmoqda bitta sohada avtomobil bo'lishi mumkin, yengil sanoat, farmatsevtika. O'zbekistonda shu 3 ta sanoat jadal rivojlanmoqda hozir. Tarmoqdagi eksport o'syaptimi, yo'qmi? Ishlab chiqarish o'sdimi? Ya'ni biz qaysidir byudjetdan mablag' ajratyapmiz sanoatga, misol uchun 25 milliard so'm. O'sha tarmoqda o'sish vujudga keldimi eksport miqdorida? Ajratilgan byudjet mablag'iga bo'lsak agar qiymatlar kelib chiqadi, RMT qiymatlari. Hozir O'zbekistonda eksport qilish ko'rsatkichi 24-yil misolda 18% da avtomobil sanoatida o'sishga vujudga keldi. Yengil sanoatda 21%, farmatsevtikaga 14% ga o'sish, eksport o'sishimiz vujudga keldi. Lekin byudjetdan ajratilayotgan mablag'lar 2 trillion so'm, 1 trillion 200 milliard so'm va 600 milliard so'm ajratilgan. Bu esa ko'rsatkichlarning pastligini ko'rsatib beradi. Ya'ni bu sanoatlarni jadal rivojlantirish kerak. Keyingi ko'rsatkich BN ko'rsatkichi